Assalomu alaykum. Ushbu video darsda biz matematikaning kombinatorika bo'limini ko'rib o'tamiz. Dastavval kombinatorika bo'limiga oid tayanch tushunchalarga to'xtalib o'taylik. Kombinatorika atamasi lotincha combinare birlashma, tanlama degan so'zlardan kelib chiqqan. Kombinatorika bu matematikaning bir bo'limi bo'lib, turli to'plam elementlarini tanlab olishlari yoki ularning joylashishlari sonini topish bilan shug'ullanadi. Yana ham soddaloq tushuncha beradigan bo'lsak, kombinatorika jarayonlarni, hodisalarni necha xil usulda, necha xil kombinatsiyada ro'y berishi mumkinligini hisoblovchi bo'lim, ya'ni kombinatsiyalar soni bilan shug'ullanadi. Aynan shu kombinatsiyalar sonini, usullarini hisoblayotganimizda bizga asqotuvchi kombinatorikani qo'shish hamda ko'paytirish qoidalari bor. Birma-ketinlikda shu qoidalarga to'xtalib o'tamiz. Dastavval kombinatorikaning qo'shish qoidasi. Agar qandaydir A obyektni m usul bilan, boshqa B obyektni esa n xil usul bilan tanlab olish mumkin bo'lsa, A yoki B tanlovini m plus n xil usul bilan tanlab olish mumkin. Tarixdagi yoki degan so'ziga e'tibor beraylik. Ya'ni ikki obyektning birini tanlash imkoniyati bor bo'lsa bizda A obyektni m usul bilan, B obyektni n xil usul bilan tanlash mumkin. Biz bo'lsa A yoki B obyektni aynan bir vaqtda o'zida ikkovini ham emas, qaysidir bittasidan element tanlamoqchimiz. Shu vaziyatda biz ikkovidan chiqayotgan usullarni, ya'ni kombinatsiyalarni bir-biriga qo'shishimiz kerak ekan. Misol uchun, likopchada 5 ta olma va 4 ta apelsin bor. Bitta mevani necha xil usulda tanlab olishimiz mumkin? Shu yerdagi bitta degan so'z tariximizdagi yokiga mos tushyapti ma'no jihatdan. Ya'ni aynan yoki degan so'zni kutmasligimiz kerak misolda. Biz ma'no jihatdan qaysi bir qoidaga tushayotganini o'zimiz hal qila olishimiz kerak. Bitta mevani degani yoki olma yoki apelsin olishim mumkin. Demak, kombinatorikani qo'shish qoidasiga ko'ra umumiy 9 xil kombinatsiya bilan, 9 usul bilan meva tanlab olishimiz mumkin ekan. Demak, navbatda ko'paytirish qoidasini ko'rib o'taylik. Agar A obyektni m xil usul bilan, B obyektni esa n xil usul bilan tanlab olish mumkin bo'lsa, u holda A va B juftlikni deb aytsak ham bo'ladi. M ko'paytirib n xil usul bilan tanlab olishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda endi A obyektni ham, B obyektni ham bir vaqtda tanlayapmiz. Ikkovidan bittadan elementni bir vaqtda juftlik sifatida qarayapmizmi? Demak, ulardan chiqayotgan kombinatsiyalarni ham ko'paytirib qo'yar ekanmiz shunaqa vaziyatda. Misol uchun, matbuot tarqatuvchi do'konida 5 xil konvert va 4 xil marka sotilmoqda. Konvert bilan markani necha xil usulda tanlab olishimiz mumkin? Bu yoqdagi misolimizdagi eng ключевой so'zimiz bizda bilan. Ya'ni ham marka, ham konvert sotib olyapmiz ekan. Konvert va marka juftligini quryapmizmi? Demak, biz bu yerda ikkovidan chiqayotgan kombinatsiyani ko'paytirishimiz kerak. Misol uchun ko'rib o'tadigan bo'lsak ham aytaylik, konvert 1 deb bu yoqqa yozadigan bo'lsak, konvert 1, konvert 2, konvert 3, konvert 4, konvert 5 deydigan bo'lsak, markalarda ham 4 xil turi bor ekan. Aytaylik, birinchi konvertga markani birinchi turi, konvertda birinchi turga markani ikkinchi turi, marka 3 va marka 4. Ko'rib turganimizdek, har bitta konvert turiga 4 tadan marka mos kelyapti. Konvertga ham har bittasi 4 tadan kombinatsiya mos tushadi. Ya'ni umumiy jami 20 xil usulda tanlab olishimiz mumkin ekan bu konvert va marka juftligini. Demak, kombinatorikani qo'shish va ko'paytirish qoidalarini ko'rib o'tdik. Shunga doir misollarni ham navbatda ishlab chiqamiz yana. Kitob javonida matematikadan 9 ta, chet tilidan 4 ta va ona tilidan 6 ta kitob bor. Demak, yozib oladigan bo'lsak, matematikadan 9 ta, chet tilidan 4 ta va ona tilidan 6 ta kitobimiz bor ekan. Javondan bitta kitob, mana shu yerda bitta so'ziga e'tibor beraylik. Necha xil usul tanlab olish mumkin? Bitta kitobni deyaptimi? Yoki matematika, yoki chet tili, yoki ona tilini olishim mumkin. Ya'ni ulardan chiqayotgan kombinatsiyalarda qaysidir bittasidan tanlayotganim uchun, yokiga tushayotgani uchun ma'nosi bizda qo'shilib jami 19 xil kombinatsiyaga ega bo'lar ekanmiz. Demak, navbatdagi misolimizda doskada 10 ta ot, 6 ta fe'l va 9 ta sifat yozilgan. Gap tuzish uchun har bir so'z turkumidan bittadan olish kerak. Bittadan olish kerak degan joyga e'tibor beringlar. Har biridan bir vaqtda tanlayapmiz ekan. Yoki ot, yoki fe'l, yoki sifat olmayapmiz. Hammasidan olishimiz kerak ekan. Ya'ni ot, fe'l, sifat, juftlik demaymiz endi. Buni triosini quryapmiz ekan. Buni necha xil usulda amalga oshirish mumkin desa, otni 10 xil usulda, fe'lni 6 xil usulda va sifatni 9 xil usulda tanlab olishimiz mumkin bo'lgandek, ulardan chiqqan kombinatsiyalar o'zaro ko'payib, hammasini bir vaqtda tanlayotganimiz uchun jami 540 xil bo'lar ekan. Navbatda do'konda 5 ta turli piyola, 3 ta turli likopcha va 4 ta turli choy qoshig'i bor.
Demak, piyolani u piyolani 5 xil turi, likopchani 3 xil turi va choy qoshiqni qoshiq bilan belgilab turaylik. 4 xil turi mavjud ekan. Savolda piyola va likopcha juftligini ham piyola, ham likopchadan olib juftlik qiladigan bo'lsak, jami 3 ko'paytiruv 5, ya'ni piyolani 5 xil, likopchani 3 xil tanlab olishimiz mumkin ekan. 15 xil kombinatsiya chiqar ekan. B savoliga javob beradigan bo'lsak, piyola, likopcha va choy qoshiq uchligini necha xil usulda xarid qilishimiz mumkin desa, piyoladan 5 xil kombinatsiya, likop uchun 3 xil, qoshiq uchun bo'lsa 4 xil kombinatsiyamiz bor ekan. Ya'ni jami 60 xil kombinatsiyaga ega bo'lar ekanmiz. C savoliga e'tibor beraylik. Nisbatan qiziqarliroq misol. Turli nomdagi ikki idish juftligini necha xil usulda xarid qilish mumkin? Turli nomdagi ikki idish juftligini deyaptimi? Endi bizda tanlovlar bor. Turli nomdagi misol uchun olishimiz mumkin piyola va likopcha juftligini. Yoki bo'lmasam degan gapimga qo'shib qo'yayotganimga e'tibor beringlar. Piyola va choy qoshiqdan olishimiz mumkin. Yana yoki bo'lmasam nima qoldi endi? Likopcha va choy qoshiqi juftliklarini olishimiz mumkin. Piyola va likopchadan tuzilgan juftligimiz A savolda ham hisoblagandik 5 ko'paytirib 3 bo'lib 15. Qo'shilgan piyola va qoshiqdan 5 ko'paytirib 4 bo'lib 20 xil. Likopcha va qoshiqdan bo'lsa 3 ko'paytirib 4 bo'lib 12 xil kombinatsiyaga jami bo'lsa 47 xil kombinatsiyaga ega bo'larkanmiz bu misolimiz uchunmiz. Navbatda so'nggi misolimizga ham e'tibor qarataylik. Bekzod uydan chiqib zavodga necha xil usulda borishi mumkin? Mana Bekzodning uyi. Aytaylik shahar. Mana bu esa zavod. Xo'p, uyda turgan bo'lsak, biz zavodga borishimizni o'ylaymiz. Yo to'g'ridan-to'g'ri zavodga boramiz, yo bo'lmasam shahar bilan boramiz. To'g'ridan-to'g'ri boramiz yoki bo'lmasam deyotganimizda tushunaylikki, to'g'ridan borganimiz bilan yoki bo'lmasam shahar bilan borganimiz chiqqan kombinatsiyasini qo'shishimiz kerak. Ko'ryapsizki, to'g'ri bilan bitta yo'l bor bizda. Faqat bitta. Ikkita yo'limiz shahardan, zavoddan uyga qaytadigan yo'llar ekan. Ulardan zavodga borish maqsadida foydalanib bo'lmaydi. Endi shahar bilan bormoqchi bo'lsam, uydan shaharga 3 ta yo'l bor ekan. Shahardan zavodga bo'lsa 2 ta. Tabiiyki, ikkovini ko'paytiramiz. Nimaga? Chunki biz uydan zavodga borishimiz uchun yo uydan shaharga, yo shahardan zavodga emas, ikkovidan ham borishimiz kerak. Ham uydan shaharga borishimiz kerak va shahardan zavodga borishimiz kerak. Ya'ni ikkovidan bir vaqtda tanlov amalga oshiryapmiz, ikkovidan juftlik quryapmiz deb tushunsalar ham bo'ladi. Uydan shaharga boradigan yo'llar bilan shahardan zavodga boradigan yo'llardan bir vaqtda foydalanyapmiz ikkovidan. Ya'ni uydan mana bunday shahar bilan zavodga borish, bu yoqda endi 6 ta kombinatsiya bor ekan. Umumiy Bekzod uydan chiqib zavodga necha xil usulda borish mumkin desa, to'g'ridan-to'g'ri bitta, shahar bilan 6 ta, jami 7 xil kombinatsiya bo'lar ekan bizda javobimizda.